Aktyorlar uchun tashqi ko'rinish birinchi o'rinda. Qomatim sog'lom va chiroyli bo'lishi uchun men fitnes bilan shug'ullanaman. Mashq bajarishdan oldin ishni maxsus yo'lagida yugurishdan boshladim. Birinchi mashqni maxsus trenajyor stoliga yotgan holatda, shtangani qo'llarni kengroq ochgan holatda, ko'krak to'g'risigacha ko'tarib tushiryapman. Buni 4 marotaba o'rtadan takrorlaymiz. Maxsus trenajyor stoliga yotgan holatda o'rtacha og'irlikdagi qo'llarimizdagi gantellarni ko'krak qafasigacha olib kelib ishlaymiz. Mashq bajarayotganda suv ichib va ozgina dam olishni ham unutmang. Navbatdagi mashq stoliga 60 gradusga suyanib, qo'llarni kengroq ochib, shtangani bosh ustiga ko'taramiz va ko'krak qafasiga tushiramiz. Bu mashq ko'krak qismini kengaytiradi. Navbatdagi mashqda oxirgi mashqda zigzagli shtangani bo'ynimizgacha ko'tarib tushiramiz. Mana shu bilan bugungi mashg'ulotimizni yakunlaymiz. Bugun tanamizni ko'krak qismi bilan qo'l mushaklari uchun ishladik. Sport bu sog'lik garovi. Sport bilan doim shug'ullanib yuringlar.